Manychat.com saytiga kirasiz. Manychat.com sayti sizni Telegram botingizni o'zingiz xohlaganday ko'rinishga keltirishga yordam beradi. Bu yerda Instagram parolingiz bilan nickingizni kiritsangiz bo'ladi. Biz Telegramdan qilishimiz kerak. Telegram ustiga bosasiz. Create new bot. Mana bu yerda tokenni kiriting deyapti. Bu yerda tokenga mana sizga bot fazla bergan tokenni kiritasiz. Mana shu bot ustiga bosasiz. Copy ustiga bosasiz. Connect. Endi botni nima maqsadda qilishingiz formaysiz bo'lsa. A person media personality plan xohish belgilasangiz ham bo'ladi. Avtomatik tekin versiyasida davom ettirasiz. Continue with free. Telegram botingizga muvaffaqiyatli ulandi. Mana great ga bosasiz. Kirdi. Agar boshida sizga mana bunaqa ismi chiqmagan bo'lsa, siz sign in qilib kirishingiz kerak. Siz Google akkauntingiz bilan kirishingiz kerak. Manychat.com saytiga oldin Google akkauntim bilan kirganim uchun bu hozir so'ramadi. Sizdan so'rasa Google akkauntingiz bilan kirishingiz kerak bilan mana. Bu yerda sizning botingizning nomi chiqib turadi. Mana bu yerda mana akkauntingiz bilan kirganda mana bu yerda sizni Google akkauntingizda nima deb yozgan bo'lsangiz, shu yerda ism, familiya yo biror narsa nima deb saqlanib qilgan bo'lsangiz shu chiqadi. Bu yerda kontakt qismi bor, automation qismi bor. Keyin bu yerda settings qismiga o'tasiz. Telegram ustiga bosasiz. Keyin mana bu yerda default reply, Telegram default reply ustiga bosasiz. Bu yerda edit automation ustiga bosasiz. Mana edit automation bular kerak emas, bularni o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. O'zingiz qo'shasiz. Mana Telegram ustiga bosasiz. Bu yerda masalan alaykum mana yangilik update bo'lsa saqlandi bu. Saqlangandan keyin bu Telegramga kirib start berganingizda chiqish kerak. Keyin mana bu when ustiga bosasiz. Mana bu yerda disable degan yozib turibdi. Settings o'tasiz. Telegram default reply, automation. Mana bu yerda user foydalanuvchilar sizning Telegram botingizdan qanchada vaqtda siz Telegram botingiz qancha vaqt davomigacha ishlashi bu yerda 24 soat turgan bilan
every time har doimga qo'yasiz. Keyin mana when qismi ustiga bosib, mana uni off ga o'zgartirib qo'yasiz. Disable bo'ladi. Boyagi yozuv o'chib ketdi. Endi Telegram kirasiz, startda bo'lsangiz, mana assalomu alaykum deb chiqadi. Endi Telegramga kirganingizda, masalan, biror narsa deb yuborsangiz, assalomu alaykum deb chiqadi. Menga xohish biror narsa yozasiz. Masalan, mening ismim shu, assalomu alaykum, mening botimga xush kelibsiz deb. Endi Telegramga button qo'shsangiz ham bo'ladi. Masalan, mana new button'ni o'zgartirasiz va batafsil deb yozasiz. Batafsil. Endi bu yoqda mana tortganingizda strelka chiqadi. Bu strelkaga yetasizda Telegramning ustiga bosasiz. Bu yoqda tekst yozasiz. Masalan, bu Minecraft haqida. Update bo'lsangiz, mana saqlandi. Endi yana Telegramga kirib ko'rganingizda, masalan, nuqtani biror narsa deb yuborasiz. Assalomu alaykum. Batafsil ma'lumot chiqadi. Bu bot Minecraft haqida mana. Yoki bo'lmasa, bu yoqda o'zingiz rasm ham qo'shishingiz mumkin birorta. Masalan, rasm qo'shib ko'rayim, image ga bosamiz. Paste URL orqali birorta rasm. Minecraft rasmlar. Mana shu rasmlar lazım. Копировать ссылку на картинку. Full replay. Shura Ctrl V qilib qo'yib yuborsangiz buni. Update bo'lsangiz. Saqlandi. Endi Telegramga kirib ko'rib, yana biror narsa deb tashlab ko'rasiz. Mana assalomu alaykum, batafsil ma'lumot. Bu bot Minecraft haqida. Mana rasmi ham chiqdi. Bu botni o'zingiz xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin. Agar yana dasturlashga qiziqsangiz, yana Telegram bot haqida boshqa darslar ko'proq chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Hammaga rahmat.